Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Vidisjon va yangi videomiz. Bu videoda mod qo'shishni o'rgataman. Telegramga kirasizlar, o'sha kanalga kirasizlar, ya'ni o'zimizning kanalga. Techguns mana bunaqa nima deydi? Guns, avtomatlar, qurollar modini o'tkazmoqchiman. 3 nuqtani bosasizlar, save downloads bosasizlar, riskga chiqasizlar. Bo'tkamas archiverga kirasizlar. Bundan Android to'g'ri adashdim. Downloadga kirib, Telegramga kirib, bu yoqdan Techguns topasizlar. Chevot copyright. Keyin bu yoqqa o'tib Androidga kirib, dataga kirib, pastga tushirasizlar. Bot Project Launcher Files Minecraft. Jadis qo'rdim shekilli bot Minecraftda modsga kirasizlar. Modusga copyright bosasizlar. Bo'ldi, mod o'rnatildi. Endi bu yoqdan chiqib bemalol Project Launcherga kirsanglar bo'ladi. Launcherga bolalar like bosishdan chiqmasin. Chunki bu kanalni yaqinda 50 yoki 100 ta qilishimiz kerak, tezroq. Keyin modlar haqida, ya'ni top 5 ta modlar haqida, serial olish haqida sizlarga video chiqaraman. O'sha mehrimiz kino o'rnatganimizdagi. Endi kiramiz. Modimiz o'sha mod Spark'ga qo'shasizlar, riskga qo'shiladi. Bundan Resource Spark'ga kirib o'tirish mumkin emas. Kerak emas yana. Ancha video olmaganim esimga tushyapti. To'g'ri, qilyapti degan. Xo'p, endi bosasizlar, ya'ni o'zimizning invertorga o'tadi. Techguns. Butdan qaysimizga kerak? Hammasi turibdi, ko'rasizlar. Har xili bor. Masalan, mana. Xohlagan seriallarni olib tashlasizlar bo'ladi. Lekin oddiy telefonlar bu modni ko'taradi, chunki bu mod unchalik ham emas. Lekin arziydi o'zini nafasiga. 60 FPS. Lekin baribir bu juda ham kam Minecraft uchun. Sizlarga lekin ozgina qochishli bo'ldi, ko'rdinglar? Shu qochishlarni yo'q qilishinglar imkoni bor-da, bolalar. Faqat keyingi videoda qotmaslikni o'rgataman. Bo'ldi, mana buni ko'rdinglar o'zinglar. Lazer otadi. Mana oddiy Thompson pivot. Keyin to'xtadim. Zo'raro shu. Bombardima qo'yadi mana. Yoqtirgan o'sham shu. Ko'rdingmi? Yaxshi. To'xtagan normal olib qo'yadi. Bo'ldi. Bular hammasi bugungi modlarimiz edi. Keyingi videoda bolalar katta ehtimol bilan sizlarga Minecraft qotmaydigan qilishni o'rgataman. Kim xohlaydi shader qo'shishni o'rgatishim, ya'ni shader bilasizlar, Minecraft juda ham grafikasini cho'tki qilib beradi. Agar xohlasanglar shader ham qo'shishni o'rgataman. Bu umuman qiyin emas. Hammaga xayr bolalar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, chunki biz 100 ta bo'lishimiz kerak. To'g'ri qaranglar. Bo'lmasa hammaga xayr bolalar.